259 ming dollarga akalar mana shu xonadonni olsangiz bo'ladi. 6 sotuvga joylashgan, fasad 22 karraga 30. Qizg'aldoq mahallada joylashgan. Sizlar bilan bitta obzor qilamiz. Yo'qsa bitta yo'lakchani bosib qo'yasiz. Qarang, o'zini chiroyli basseynlari ham bor ekan. Mana shunaqa basseynda farzandlaringiz mazza qilib cho'miladi aka. Kirganimizda to'g'ri asosiy eshikka yo'lak qo'yilgan, bu yoq tarafga zeleniy zonaga joylab tashlangan. Bu yoq tarafda darazamiz ham bor. Darazadan kirib bemalol 2-3 ta mashinani qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoq tarafda orqa hovliga o'tsangiz bo'ladi. Tashqarida bitta sanuzel bor. O'sha burchakda. Orqa hovlini ham ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan orqa tarafni ham. Xo'p, bu yoqda basseyniga shunaqa issiq kuladi tushib maza qilib bu yoqda o'zingiz cho'milasiz. Bu yoqda farzandlar uchun kichkina cho'kib ketishmaydi, xudo xolisa. Qani, marhamat, ketdik. Akalar, mana ichkariga ham kirib oldik. Remontlarimiz ozgina chala ishlari bor. Xohlasangiz bitkazib beradilar, xohlasangiz shu holatda olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, kirganimizda chap tarafda kattagina mehmonxona, uning yonida yana bitta yotoqxona bo'ladi. Kattalar uchun o'zini sanuzeli ham bor. Bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsa, bu yoq taraf oshxonaga mo'ljallangan. Undan keyingi xona bo'lsa, kattagina yana bitta mehmonxona. Bu ko'rayotgan narsalar mana shu uyni eshiklari, romlari akalar o'zligi chiroyli qilib mustahkam qilib qurishayotgan ekan. Mana bu yana bitta umumiy sanuzel joylashgan bo'ladi. Bu yoqdan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Orqa hovli ham kichkinagina chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqdan ikkinchi etajga chiqamiz, ketdik. Akalar, mana ikkinchi etajga chiqib oldik. Ko'rasizlar, kattagina hol. Bu yoqqa divarlarni ham qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda mehmonlarni kutsangiz ham bo'ladi. Mana oynadan panoramik qilib qo'yganlar. Bemalol tashqarini ko'rsangiz bo'ladi. Basseyn ham ko'rinib turibdi. Bu yoq tarafda bitta xonamiz keladi. Kattalar uchun yotoqxona qilib foydalansangiz bo'ladi bu xonadan. Uni yonida yana bitta xonamiz keladi. Bu xonani bolalar uchun xona qilib qo'yilgan, ko'rsangiz bo'ladi. Mana marhamat, ichkariga kirib ko'rsatayim ularni. Remontlari, aboylari tayyor holatda. Xo'p, akalar, bu yoq taraf bo'lsa katolniy xona bo'ladi. Bu yoqqa o'sha kirmoshni nima uchun joy qilib ketilgan, hamma narsasi uchun. Sistema ham Turkiyaniki. Xo'p, bu yoq taraf. Uyimizda pishgan g'ishtdan qurilgan, xohlagan joyingizni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoq umumiy sanuzel bo'ladi. Bu yoq tarafni ko'rsating. Bu yana bitta yotoqxona kattalar uchun. Yoki mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bu yoq tarafimiz yana bitta xonamizni shu pununtuslar turibdi. Shu narsalarga e'tibor bermaysizlar. Xullas akalar, uyimizning narxi aytib o'tganimda 259 ming dollar deyaptilar. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi. Uy sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, bizning kanal Uylar Estetika obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolisa sizga manfaatli bo'ladi. Uyingizni sotishda albatta o'zimizga yordam beramiz.